Boribov Play kanal va Florabov deb nomlangan o'yinga xush kelibsiz. Ushbu o'yinda biz anomaliya topishimiz kerak. Ko'zimizni ochib yumish orqali ekan. Umid qilamanki o'yin biz web kameramizga ruxsat so'ramaydi, ya'ni ko'zimizni ochib yumishimizni nazorat qilmasa kerak. Baribir anomaliya topish jarayoni ko'zni ochib yumishga bog'liq bo'ladi adashmasam. To'g'rishamda u oshib ketyapti chegaradan. Bitta o'yinda mikrofoning tekshiradi, boshqasida ko'zingni yumib ochishing tekshiradi. Nima keyingilar qanday bo'ladi? Ko'z qashlarga ham tekshirib o'tiraman. Xullas bo'lgan taqdirda hozir ushbu o'yin bilan birgalikda tanishib chiqamiz. Agarda siz yaxshilab joylashib olgan bo'lsangiz, men bugungi videoni boshladim. Okey, men qayerdadir uyg'ondim, ha? Aha. Juda ko'p ichib uyg'ongan odamga o'xshab. Men bilmayman qanday bo'ldi uyg'ona, lekin menimcha shunday uyg'ondi. Qulog'i chiyillab turibdi-yu. Сейчас уже qip-qizil kiyimda, ko'kragida qanaqadir nomerim bor-da. Qanaqa nomer? Ko'rsatmaydimi? Da, knopka ikkita. Yashil qizil knopka. Hey, hello. Meni eshityapsanmi? Kim ekanligingni eslaysanmi? Ehtimol yo'q. Eshit. Birdan maqsadga o'tamiz. Men bilaman bu yerdan qanday chiqib ketsang bo'ladi. To'g'ri knopkalarni bosishing kerak. Buni eslab qol. Xona har xilda ko'rinishi mumkin, nenormalni ko'rish ham mumkin. Agar normal ko'rinsa yashilni bos. Agar nenormalni bo'lsa qizilni bos. Tushunding? Davay boshla. Okay. Qizil yashil buttonni knopkani bosishimiz kerak. Xonada o'zgarishlarni sezsak shunga qarab, to'g'rimi? Gallyutsinatsiyalar paydo bo'lishi mumkin. Normal ko'rinsa va nenormalni ujuslarim chiqadi menimcha. 9-etajgacha to'ppa-to'g'ri chiqishimiz kerak ekan. Bu yerdan qochib ketishimiz uchun. Okay, left shift knopkalarni ko'rish. Bu yerda hal qilamizmi hozir qaysi birini bosishimiz? Shoshma. Birinchi xonani o'rgangan bo'laydim bolalar. Birinchi davayt men bir ichkidan boshlaymiz. Ichki shoxi bor. Tog' ichkisi orqamda chaqmoq bo'lyapti. Bu yerda palto, ikkita ko'ylak. Menimcha sonlargacha sanab qolishimiz shart emas. U javon bor ekan, kutubxonacha bor ekan, televizor ishlamayotgan adashmasam. Ana yerda ujus rasm, zoom yo'qmi bir yaqinlashtirib qarayotgan. Yumaloq oynalar menga yoqmaydi. Kim bu? Tochni ichida iblis shaytoni bor, qo'g'irchoq. Deraza, eshiklar, bitta javon bu yerda. Menimcha eslab qoldim bolalar. O qadar men e'tiborim berib yotmayman, bilasizlar. Men faqat intuitsiya bilan faqat menimcha yashil knopkani bosishim kerak. Tepaga. Nima turbadan tepaga? Nima tomda yo'q edi ko't eshik. Wow. Menimcha televizor devordan yo'qolib qoldi. Bu juda ham ko'rinib turgan. Harakat qil, xona seni ahmoq qilishga urinmayaptimi? Eshik ham mana qaranglar, men deraza, rasmda ichida. Ko'zingni ochib yumsang televizor joyiga qaytsa normal bo'ladi, yashilni bosishing kerak. Agar ko'zingni ochib yumsang ham paydo bo'lmasa, qizilni bos. Zoom bor ekan. Televizor paydo bo'lib qoldi. Okay. No, уже skrimmerlarni men tasavvur qilib boshlayapman bolalar. Bu yomon. Qarab turib, ne ko'zimizni qisib qo'yamiz? Buni ko'zi bo'yim yonib turibdi bolalar. Bilmadim. Menimcha normal. Televizor joyiga qaytib keldi-yu. Endi bu normal bo'ladi-da, to'g'rimi? Normal bo'ladi. Okay, 001 bo'lsa, 01. Okay, 9 gacha borishimiz kerak. Men bu stol qulagan. Ishonching komil bo'lmasa, shunchaki ko'zing yum. Senga javoblarni bera. Lekin uncha ko'p yumib yuborma. Nima bo'ldi ko'p yumib bersam? Televizor nima bo'lyapti? Ko'p yumdimman, nima bo'ldi? Ko'p yumib turibman, qan? Kim? Martin? Sen Martin? Martin, hey. Hey Martin. Qo'rchoqqa agressiya beryapti. Arqamda hech kim yo'qmi? Yomon. Nima televizorda bir qanaqadir neta narsalar ko'rinyapti. Qani ko'zim yumib turaychi. Hech narsa sodir bo'lmayapti. Bu ne normalni bu? Qizilni bosamiz. Baribir tepaga chiqaraver ekan. Pastga tushiramiz deb o'yladim. Tepaga chiqaraver ekan. Mana bu kreslo bormi-de? Menimcha bu yerda hammasi joyda, lekin baribir tekshirgin. 2 marotaba tekshirishni men senga maslahat beraman. Nima uchun mana bu exit? Exitmi? Ya bana maliku.
Qo'y 000 edi. 002 bo'lish kerak, 003 bo'lish kerak. Nima kimnimandir tirnadi lekin. Meni aldamoqchi bo'lyapti orqadagi ovoz. Meni kreslom qilyapti. Nimadir qiyiq qila. Meni kreslom stolim yerga ag'nagandaymi? Yo, menga shuni aytayaptim. Ikkita stol yerga ag'nagan demak. Men bu yerda ovqat turibdi, bilmadim ovqat kimniki, keyin taxtalar nimaga kerak bu taxtalar. Okey, bu qizil ha? Chunki exit emas-ku bu yerda 003 bo'lish kerak edi videoda. Men aldashga harakat qila qo'yadi dispetcher. Men normal 003. Okey, men nomerni ko'rmasam tipa chiqmayman. Endi gapirmaydim, ey. Hech kim endi men yolg'izmanmi? Gapirib tur, hech bo'lmasa bir dalda berib, qandaydir bir. Hey. Yo'qoldimi? Menimcha yo'qoldi. Normal holiga qaytdi-ku. Lekin unda yo'qolmasligi kerak edi, bolalar. U prosta yo'qolib qolish kerak emasmidi? Bilmadim. Lekin yo'q hozir anomaliya yo'q dalil moment. Dalil momentga agar ishonsak, bu yerda normal hech narsa yo'q. Televizor mashina qora bo'lishi kerakmi lekin? Nima qilaman unda kub o'ylanib, xulosda anomaliya ketdi bolalar. Nima o'ylab o'tiraman? Davay 04 ber, davay. Ana. Men bitta bir qo'lda yetib qo'yaman hozir bolalar bu. Bu juda easy edi bu. Okey. Sinchiklab qaraymiz. Kim? Kim keldi? Biz qo'shnimiz uyini menimcha jaringlatyapti, Anabel. Reaksiyada ko'zimni yomyardim lekin bolalar. Bilmadim, ko'zim yumib yurgan payt ozroq. Hech narsa bo'lmadi, hech narsa. Okey. Normal holiga qaytardim, to'g'rimi? Ko'zimni yumib. 05. Anomaliya qaytmabdi-ku. Hey. Did you hear that too? Sen ham eshitdingmi? No. Yo'qmi? That's why you're so calm. Shu uchun shunday darajada sokinsan. Meni eshitishim kerak. Tushunmam. Alo, bu screamer nimami? Anomaliya topayotgan kreslami? Tushunmam. Hey. Davay ko'zni ochaylik, bir nima yordam berib qolar. Qo'rqinchli bolalar, men yashilni bosaman lekin hech narsani topganim yo'q. Hey 001. Nima 000? Men buncha narsani qanday eslab qolaman hozir? Kim bilaman, bitta taxtani bir donasi yo'qolib qolgan bo'lsa, yoki qoshi yo'qolib qolgan bo'lsa. Men bu rasm o'rnalmashdi. Qiz bolan rasmning orqasidan erkak rasmi yo'q edi. Hamma bolalar? Hadinglar. Bu normalniy. Nima qanaqa ovoz? O'rgimchaklar. Bu anomaliya lekin. Hashay. O rasm turibdi ekan o'sha yerda boydan beri. Xo'sh. O'rgimchak erkagi kattasi paydo bo'ldi, lekin u ketdi. Shuning uchun yashil. Men tushunmayapman hozir. Bular anomaliya yo'qolganda nima nazarda tutyapti-da? Yo'qoldi. Ketib qolsa, demak anomaliyam tamom. Vassalom. Prosta yo'qolib qolishi emas. Qiz rasmi yoqmayapti menga. Вообще bu xona yoqmayapti menga, lekin sizlarga aytsam, men ketgan bo'laydim, 9 ta anomaliyani topib harakat qilgan bo'laydim. Nima shu xona? Kimdi? Hey. Yo'qolmadi. Okey, ko'zing uncha ko'p yumib yormaydi-ku. Ko'zing uncha uzoq vaqtga yumib yormaydimi yoki ko'p yumib yormaydimi bilmadim. Strange. G'alati, shundaymi? All you can do is press buttons. Qilishing mumkin bo'lgan ishlar faqat knopka bosish. You might be doing more than most people ever did in their whole lives. Sen butun umrda qilish mumkin bo'lgan odamlardan ham ko'proq ish qilishing mumkin edi. Ana bunga qarab ko'zim yumgim kelmayapti bolalar. Okey, yemamiz. Qolma. Okay, understandable. Have a good day.
Okay, endi ana bosh yo'q. You know, Bilasanmi, ba'zida sometimes I feel sorry men for senga you. achinaman. We could have been friends. Biz do'st bo'lsak bo'lar edi. Jeff va menga o'xshab. Martin qayerda? Jeff kim? Martin qani? Miyav deding-ku. Miyav. Ah, mana Martin o'zi orqasida ekan. Martin Jane almashtirdik-ku. Lekin yo'qolma. Okay, Martin yo'qolmadi. Bu qizil men qizil chirog'man. Demak Martin o'zini o'rnini yo'qotmadi. Men yashil chirog'man agar Martin o'zini o'rnini yo'qotib vobshe qolib qolganda. Your fault that Bitta seni aybing emas bu yerda ekanliging. you're away. It's mine too. Meni ham aybim. Yo, Every way, if I'm being honest. senga to'g'risini aytsam. Ha. The heck you mean? Get off my face, you ugly witch! Tepaga. Oxirgisi bir ko'zimiz yumib ketamiz. 5 vujud soyani ko'ryapman-ku. Soya emasmidi? Okay. Yoki 2-3 marotaba yumib, to ketgungacha yumib turish kerakmi ekan? O'sha Martinni ko'ryapman. Martin. Okay, Martin bilan beretgan amaliyalar juda easy. Bo'pti Martin. Afsus, men yonboshimga o'tira olmaysan. Hechqisi yo'q. Shu yerda menga rahmi kelyapti. Skrimir bilmayotgan amaliya beryapti. Atrofni tekshiramiz bolalar. Mana kostyumda ichida men odam kutyapman. Men bechkina ham qanaydir bir o'zini bir ishlarini kutyapman, lekin 6-etajga keldim bolalar. Okay. Yerda bir nimani ko'ryapman deb aytolmayman lekin sizlarga. Menga hech narsa normalniy tuyulmayapti. Oyoq-poyamda hech narsa paydo bo'lmagan bo'lsa, kichkina joyda bir kallachalar, bir narsachalarim berib anamali berish mumkin-da bu. Mana qo'rchog'im menga yoqmayapti. Bu yashil chiroq. Men yashil chiroqman. Okay, bu yerda men yashil chiroqman, qizil chiroq emasman. Chiqishim bilan betaman kimdir sakramas. Rahmat. 07. Qo'rchoq qani? Qani qo'rchoq? O'zini joyiga qaytdi. Bo'ldimi, boshqa hunaring yo'qmi? O'zini holiga qaytgancha ko'zimizni yumamiz. Qaytmasa anomaliya. Bu qaytdi. Bu qaytdi. Bu anomaliya emas. Men bu yerda yashil chiroqman. Davay 8. Okay, juda tez. Hey. If something feels wrong, then Nimadir nida tuyulsa, it probably is. ehtimol shunday. Auf. Nimadir nida tuyulsa, aslida ham shunday. O'rgimchak yo'qolib qoldi. O'rgimchak yana. O'rgimchak qolib yurayim. O'zing bas. Yo'qoldingmi? Mencha yo'qoldi. O'rgimchak yo'qolmayapti. Okay, da. Men bu yerda qizil chiroqman chunki o'rgimchak yo'qolmayapti. Miyav, 9-etaj. Bo'ldimi? Qo'limdagi men bu ishlayotgan narsalar yechilibdi ekan. Og'zim ham yopiq bo'lgan ekan shuncha paytdan buyon. Endi yursam bo'lyapti. В смысле? Shuncha paytdan beri yurolmayotgandim. Bu nima bitta anomaliya berdi lekin tepamda turuvdi.
Endi exitga to'g'rimi? Ye. Martin. O'nda taksi bor ekan, orqasida ko'ryapman. Hey, Hey. Martin. Qayerga ketyapsan? Martin. Yana bitta eshik. Mana buncha panda qolmaymi? Okey, 146, 233. Ha, yonboshdan qarang. Normalmi? Kiramizmi beshikka? Exitmi? Mendan oldin chiqib ketgan, menga sharhlab o'tiribdi ekan. Biz uni kamerada unga nima berib turamiz? Maslahat berib turamiz endi unga. Endi bizdan oldingi menimcha shunday qilgan. Xuddi bizdan oldin qochib ketgan bunaqa anomaliyxonadan. Chef. Qanaqa chef? Tuzik. Meniki emas lekin bu to'g'rimi? Men birinchi marta keldim-ku bu yerga. oh God, Oh xudoyim. it's Bu me. bu men-ku. Arqamda yer sharpayam turibdi, qanaqadir kameradan ko'rdim. Qanday men o'zim ovozim o'zim tanimam shuncha paytdan beri bo'lmasa. Ey. Ha. Space skip. Bu anomaliyalarni ko'rdim lekin buni ko'rmam. Ko'rishdan xohlamayman. Men buni ham ko'rmam. Mash hujum qildi lekin boyagi. Oxirgacha ko'z yumish kerak ekan. Anomaliyalarni bir kuchini ko'rish uchun. Uncha to'ymadim lekin yana bir qo'l ketdik. Yana bir qo'l faqat juda tezlik bilan. Bu yerda anomaliya yo'q. Ko'p gapirma aka, bilaman bu yerda anomaliya yo'q. Uzunlik bilan harakat qilaman. Endi qaytarib anomaliya bir xil anomaliya tushaversa, chiqib ketamiz. Agar boshqacha anomaliyalar bersa har safar Martin. Faqat Martin bilan beraver ekan bular. Okey. Lekin ko'zimni ko'p yumib tursam nima bo'ladi? Shuni sinab ko'rmam. Bu yerda qizil chiroq. Hech narsa sodir bo'lmadi. Yay! O'rgimchak. Kamayapti-yu. Ya kamamayaptimi bu? Yo'qolib ketdi-yu. Endi yo'qolib normalga kelib qoldi, okey. Okey. Вообще qiynamas ekan, adashish, nolga qaytib qolish mumkin, lekin rasm. I think so. Sen 6-etajdasan, qanaqa 6-etaj? Mana rasm o'zgarib qoldi. O'zgarmayapti. U bilan o seryozni edi basharasi, rojasi. Okey. Men qizil chiroq berdi. Xotiram normal bo'ldi. Xotiram normal. Bu yerda-chi? Hey, yo'qolay. O'la. Okey. Yo'qoldi. Ko'zi tez-tez yummaslik kerakmikan yoki? No, ma'lum bir muddat xonada turish kerak. Bu birdan chiqib ketib bo'lmaydi normal ko'ringan bilan, chunki birdan paydo bo'lmayapti-da bir xil anomaliyalar. Nima? Kirasanmi uyga? Yo'qolma. Knopkani bosish qo'limdan keladi, barmog'im keladi. Knopkam! Biz ana kalladir tan yerda. Endi yo'qolib qoldi. Yo'qoldimi haqiqatan? Sen noto'g'ri eshik tanlading. Sen o'zing chaqirilmagan joyga bostirib kirding. Endi men I will seni devor qilaman. Ovoz yo'qolmayapti. Bo'pti, devorni mendan pastdagidan qilaverasan. Men tepaga uka. 0-0 qol. Xona normalmi bu yerda? Ana u gapirgan nima anomaliya emasmi? U shayton gapirgan. The fuck? Tashqarida qizil qonli yomg'ir da, конечно.
Yo'qolmaysanmi endi? Yo'qolmaydi, okey. Bo'lmasa men ham yo'qolaman. Nima? Anabel. Nima gap? Okey, qizil chiroq. Bildim. Taxmin qilsa bo'lay derdi. Nima yashilni bosdim? Uncha kutish kerakmi, uni pis deyish kerakligini billa boya ko'rdim bo'lmasam oxirida shuni. Men tayyor bo'lmam, yana qo'rqdim baqirib. Omadim gib qolgani yo'q bolalar. Men birinchi o'yinda realni yutdim. Nima endi yutolmayapman? Ha, anomal. Okey, yo'qolma. Bu yo'qolmaydi menimcha. Birinchi safar omadim kim yutib qolganini isbotlashim kerak sizlarga bolalar, hozir ko'ramiz. Kim? Qayerda kim gapiryapti? Qayerdadir kimdir gapirdi-ku. Right? Kimdir qayerdadir gaplashyapti. Mana shu tarafda gaplashyapti kimdir. Alhamdulillah. Yo'qolay, eshak. Lay. Yo'qol la. Endi kim edi menimcha? Lekin boya ming'illab gapirgan alim turibdi-da. Demak bu qizil chiroq. 2 da 2. Nol bilan qala boya. Mana qara. Mana qara, xuddi men ko'rmaydi deganda o'tirib. Pashti ko'rinmayapsan to'g'risi. Pashti. Yana ozgina harakat qilsang ko'rinmayding. Endi yo'q. Qayerdadir arqamda emasmi? Okay, omadli ravishda uni yo'qotdik. Davay qizil. Yashilni bosmay. Nima berdim menda yorug'ingda. Mana chiroq yonib qoldi. Chiroq o'chmayapti. To'g'rimi? Chiroq o'chmayapti. Ketamiz. Yetiyoruz bu yerdan. Ovozlar senga ziyon yetkiza olmaydi. Jismonan senga ziyon yetkazmaydi hech narsa o'ylanma deyapti. Ma'nan yetkazadi, lekin meni ma'naviy taraf moralni, ruhiy holatimchi. Mana stul qimirladi. Nima g'iyq? Qayerda g'iyq? Nima uchun g'iyq? Bilmam. Normalda 2. Tami 2mi? 2mi? Bilay. Men omadim ki yutib qolganim yo'q birinchi raund bolalar. Menga qarab turuvding-ku, to'g'rimi? Kallang qiyshiqligicha qoldi. Lekin mana shu holatda kalla qiyshiq anomal. Kallani normalni. Boya menga unday qaramayotdi bu. Demak anomaliya. Kallasi to'g'ri boyagi birinchi originalni. Mana shunday turish kerak bu kallasi. Scared me the most in this place. The eyes in the mirror. Nima eshigi yopildi? Kim? Nima eshikka basan? Kim? Qaysing yashin yerga? Allemiz qaranglar. Endi bu yoqda aylanaman. Baribir o'zini ko'ra olmayapman. Okey, davay sog'ba. O'takansan ko'rsatmang basharag. Mana shunaqa sokin xonalarda. Sokin xonalardan qo'rqyapman deb bolalar. Qandaydir bir nimadir nitoda tuyulaveradi faqat. Hamma joy tinch bo'lsa, tashqarida hech kim yurgani yo'qmi? Vro'de ham marsi yaxshi berdi lekin. Menimcha. Okey. Ich, yaxshi ich.
Sometimes you might see the ghost of a woman. Ayolni ruhini ko'rishing mumkin ba'zida. She might look normal. U normal ham ko'rishi mumkin, ko'rinishi mumkin. Don't let her fool you. U seni ahmoq qilmasin, ehtiyot bo'l. Yo'g'i, ayollar ruhi meni ahmoq qilolmaydi, o'ylanma. Knopka bosib aytmay. 1 2 3 Bo'pti. Davay, sog' bo'lgin, charchamagin. Agar bu oxirgi ogohlantirish edi, adashmasam unga qo'yib bersak, u o'ldirish mumkin edi bizni. Bu bayam bo'ladi-ku bu. Okay. Ma chaqmoq tovoz, ma qaldiroq tovoz boshqacha endi. Yashil. Kalla yo'qoldi-ku. Kallani qidirdim, topa olmadim yerdan. Yaxshi. Ha. All right. Ya menga mehringiz boshqacha. Sizda o'shni tuyulmayaptimi sizga? Yana bitta shans. Yeah, get the fuck out of here. Get the fuck out of here. Yo'qolay o'ylay. Qayerdasan? Kamerada ko'rmayapman seni deydi. Men kamerada o'tiribman-ku. Endi yo'q. Bala yo'qolay, yo'ppana biroz. Qo'rqdingmi dedi. Ya, chichib qo'ydim. Ya, seyt yana yoniq. Okay. Qizil chiroqmiz. Okay, 8, easy. Nega yoqdi o'yinligi, rosta yoqdi. Mike. Bu gang-ku bu. Smesli. Oxirga men yana bitta mayl. Hozircha shu paytgacha o'yinda faqatgina bitta yakunlanish. Hozir demo versiyada o'yin, demo versiyada bepul Steam'da bemalol yozib o'sani qilsalaring bilan bitta tugallanish va 35 xil anomaliya bor ekan. Adashmasam yetarlicha ko'rdim. Aziz do'stlar, bugungi videoni shu lahzada yakunlashga qaror qildim. Albatta, o'yin yoqqan bo'lsa o'z fikrlaringizni shu o'yin haqidagi kommentariyalarda yozib qoldirishni unutmang. O'yinning to'liq versiyasi mana shu yil, bilmadim, yoki dekabrgacha chiqib qolsa kerak. 4-chorak degan 2025-yilni albatta kutib, to'liq chiqsa albatta shu o'yinni yana bir marotaba o'ynab ko'rgan bo'lardim. Juda qiziqarli, keyin menga bularning tarixi, agarda o'yinning ichida qanaqadir bir syujet bo'lsa, uzun bir tarixi bo'lsa, o'shalarni ham bilish men uchun juda qiziq bo'lardi albatta. Video yoqqan bo'lsa unga like bosib va shunga o'xshagan videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Uchrashguncha aziz do'stlar, sog' bo'ling, omon bo'ling.